Assalom. Yangi yil hamma yangi yilni yangi orzu niyatlar va ambitsiyalar bilan boshlaydi. Ko'pchilikda yangi yilda nimanidir o'rganish yoki ozish yoki sport bilan muntazam shug'ullanish yoki qanaqadir yangi ishga kirish yoki o'qishga kirish bo'lishi mumkin. Va menda yangi yildagi rezolyutsiyalardan bittasi bu vlogging qilish. Meni izlanishlarim bo'yicha birinchi video yoki vlogni hech kim baribir ko'rmaydi. Yangi yildagi rezolyutsiyalarimdan bittasi bu o'zbek tilida vlog yuritish. Chunki oxirgi paytlarga palatinsalar juda ham ужасный bo'ldi. Ular toza, просто xonada mana shunaqa ilinib turgan narsalar menga umuman yoqmaydi. Xo'sh, nima deb intilgandim. Asosiy aytadigan narsalarni biz oxirgi paytlarda e'tibor qilib qaraydigan bo'lsam, o'zbek tilida umuman gaplashmas ekanman. Nimaga deganda, atrofdagilar turmush o'rtog'im bilan rus tilida gapiramiz, ishdagilar bilan ingliz tilida, oilamdagilar bilan asosan tojik tilida gaplashsa kerak. O'zbekcha, tojikcha aralash, lekin asosan tojikcha. Do'stlarim bilan oxirgi payt qachon o'tirib gaplashganimni bilmayman. Shu sababdan sizlar bilan o'zbekchada gaplashaman. Shunaqa. Joy ko'rib turganingizdek juda ham bardak. Ko'rib turganingizdek, migrantlarda joy yetishmovchiligi juda ham bu tabiiy hol. Shuning uchun jovanlik tagida korobkalarga narsalaringizni joylashtirib, shunday sistemani yaratib olasiz. Ko'rib turganingizdek, anchagina itqaga sovoldik. Choyning zakaz qilgandik, choy ichishga choynagimiz yo'q. Shuni olib kelishga tashqariga chiqmoqchimiz. Britaniyada havo ancha sovuq. Hozirda quyosh bor. Angliyada yangi yildan keyin yoki Krismasdan keyin eng yaxshi narsalardan bittasi ko'p narsalarga skidkalar paydo bo'ladi. Hamma narsa 50% dan 30-20% skidkada olish mumkin. Ko'chada aytganimdek, yangi yilda skidka bo'lganligi uchun 28 funtga turadigan choynakni 20 funtga oldik. Ya'ni zakaz qildik. Uygacha delivery option bor. U где-то 7 funt turardi. Mana magazindan olib kelib desa, bepul. Ko'rganingizdek, tiketlar. Kasih. Kalau qo'shmasam meni turib qo'yishim mumkin.